Toğluq Tömürxan, Abdüvəli Əli, 4-cü bab, 7 yaşlıq Vəli Ədəd. Bu bulaq boyda bizdək nurgun adam dəm alğan. Gözünü yumup aşqıca həmmisi keçişdi. Mərtlik və köş bilən bu dünyanı alğan idik. Lekin özümüz bilən billə görgə əkdəlmidik. Babur Namədin. Miladiya 1362-ci yaz. Bugünkü qubul murasimi uzaqqa sozulmadı. Toğluq Tömürxan Qubbilik saraydaki qubul murasimidan keyin Aq qasr beg'iga yetib keldi. Gülzarlıq arasındaki bu qasr bəəyni yap-yeşil ot çöplər arasındaki aq qiya taşqa oxşaydı. Aq qasr beği işcam bağvanlarının qolu bilan tücüblab bezilib güzel tüs alğan idi. Oң və sol taraflarda çığır yol arqılıq bir-biriga tutaşdırılğan iki çoğ yol var idi. Bu iki çoğ yolunun iki beşi ordunun cənub-şimal tərəfidəki İgiz qorğan temiği berib taqılatdı. Oң tarafdaki çoğ yolunun bir beşi də ətrafı mənzərə dərəxləri və güllər bilan oralğan mərmər taş törüklük aq rənglik bir imarət olub, onun da Toğluq Zadə İlyas Xoca oğlan qatarlıq bir top ösmür ballarga Şeyxul İslam Mevlana Ərşidin Vəliyullah Qur'andan dərs berib atqan idi. Ular Xaylixana pərzəndləri idi. Xaylixana pərzəndləri, yəni ordudaki əməldarlarının balı çaqları. Abdurdan. Başdan ayaq xotan şayistin kiyim kiyişken bu gödəklər ustazının azatlıq berişini taqatsizlik bilan kütüb olturşatdı. İlyas Xoca oğlan muşu Aq qasr beğida Xaylixana pərzəndləri bilan billə ustazıdan savaq elib hərbi məşqlərə məşğul bolatdı. Mevlana Ərşidin Vəliyullah balalarga dərs ötməkdə idi. Xan ularının diqqətini bölməslik üçün dərizinin sırtıdan ularga bir bəs qarab turdu. Uluqlar şundaq dəb etqan ki, davatatdi ustazı balalarga dərs ötürdü. Kimnin kiyim keçki, iç kiyimləri, üstü beşi pakiz, lekin əxlaqi paskına, qılqı ədəbsiz bolsa, onunğa cəhənnəmnin işigini içiş üçün aşquş lazım emas. Çünki cəhənnəmnin aşquçı o aşu bolmağır əxlaqıdır. Kitaplarga haya bilan ədəb imanның belgisi, hürmət, izzat, uluqluqның səbəbçisi. Əxlaq pəzilət adamның qimmat bahalıq libası və kiyimidir deb yazılğan. Mevlana Ərşidin Vəliyullah dəris sözləv edib birdilla közü dərizi sırtıda turğan Toğluq Tömürxanğa düşdü də sözləv atqan sözünü şu yerdili toxtatdı da balalarga. Ədəb axlaq toğırsıda bugün müşinçilik sözləy. Ədə dəris vaxtıda mən sizlərinin hər birinlardan ədəb axlaqqa dair birdən misal sorayman. Hazır sizlər azad deb eytibidi, balalar ustazının ağzıdan azad degan sözünü anlışı bilan təngə çuqırışıb özlərini talağı etişdi. Toğluq Zadə İlyas Xoca oğlan derize aldıda turğan Xaqan atısını görüp aldığı yügürüp berip salam qıldı. Xan oğlunun beşini sılap durup onundan bugün ustazıdan alğan savaqlarını sordu. Onun qılçımı duduqlamasdan bergen cevabıga qayıl bolup peşanısığı söyüp qoyğandan keyin onunğa təng tüşlərinin qışığa berişqa icazat qıldı. Şeyxul İslam Mevlana Ərşidin Vəliyullah xanның aldığı kelib təzim qıldı və onundan tinəclik sordu. Bu çağda oң tarafdaki qol yolunun bir beşida mülazimlar bir atını tutup duruşatdı. Toğluq Zadə İlyas Xoca oğlan yügürüp berib xuddi çavandazlardək əbcil hərəkət bilan heyliqi at qidmində çapdırdı. O hazır at üstüdə oqya etiş məşqini başlagan idi.
Qo'lidagi kamani shash o'qiyasi uning bo'y bastiga loyiq qilib ishlangan edi. İlyas Xo'ja otni chaptirib ketib, birdilla tizginini qo'yibdi-da, qo'lidagi kamani shashni chapdastlik bilan batlab etishga tayyorlandi. Bu chaqda ot nishondan o'tib 10-20 qadam uzab ketgan edi. U birdilla uzangiga dasab, otning ustida o'ri turdi-da, orqasiga qayrilib turib, nishonni qariga oldi va kirichini qo'yibdi. Tarang qilgan ovoz bilan kirichdan ayrilgan o'q xuddi oldisiga qarab etilgan lachindak uchib berib, g'ach qilib nishonga sanjilib qoldi. Xon bilan Mavlona Arshidin Valiyullah yiroqdan uni kuzatib turishadi. Bu chaqda Mashqovul etini chaptirib yetib keldi va o'qning nishonga tekkan o'rniga qarab etgandan keyin To'g'liq sadam, komandazlik mahoratida xeli ilgirlab qoldingiz, dedi İlyas Xo'jani maqtab. Ammo shamsharvozlikda texi talabga yetishdan yiroqdisiz. Chunki jangda dushmanni shamshar, qilich, shap yoki nayza orqali yiqitish mumkin. Komandazlikda faqat qashqan yoki qo'g'ilgan dushmanni nobud qilg'ili bo'ladi. Bu chaqda To'g'liqzoda İlyas Xo'janing qolgan tangtush ko'kdaldashlarimi otlarni chaptirishib ularning qishiga yetib kelishdi. Mashqovul ularga navbatdagi harbiy dars mashqini o'rinlashtirgandan keyin darhol ko'rinish qilish uchun xon turgan joyga qarab mangdi. Xonish Zamoran bibi qatma-qat xiyollar ilkida kunning qandoq kesh bo'lib ketganligini sezmayli qoldi. U dard alamini ichiga yutib, haramdagi xanoi xasta yolg'iz o'ltiradi. To'g'liq Temirxon yaqindila Amir Og'ja ismli bir Qashqar go'zalini o'z amriga olgan edi. Bu uning dard alamini aslida jarohatlangan yuragini texmi azoblab dard ustiga dard qo'shdi. Mushu kunlarda xon o'zining bu yangi xotini bilan bo'lib ketib, xonishni tamoman unutib qolgan edi. Zamoran bibi o'zini yuragi o'tda puchlangan ayolga, martabasi langishib qolgan xonishga aylanib qoldim deb his qiladi. U har qitim Qashqarlik ashu xotinning o'z raqibiga aylanib, xonni tamoman o'z changiliga elib olganligini, o'zining bo'lsa rahimsizlarcha tashlab etilganligini o'ylaganida cheksiz azoblanadi. U buning rost ekanligiga hargiz ishonmaydi. Biroq Xonish Zamoran bibi xotin kishi bo'lish sifati bilan o'zini baxtsizman deb his qilsa-mu, ammo har qatim o'zining xanika ekanligini o'ylaganida yanala ko'ngil ko'ksini keng tutishga tirishadi. Chunki u o'zining mamlakatda davlat otasi bo'lgan ashu Xaqon eridan qolsala ikkinchi martabada turadigan davlat onasi ekanligini va xonishlik burchini asla esidan chiqarmagan edi. Nihoyat Xonish Zamoran bibi yolg'izchilikdan jaq to'ydi. Xotin kishida bo'ladigan kundoshlik tuyg'usi va xonishlik majburiyati uni qatma-qat o'rib olgan ashu dard alamlar muhosirasini bo'sib, o'z baxtini izlab tepishga undamoqda edi. U bu qarorga kelishdan ilgari xeyli uzoqcha arasaldilik ilkida puchunib, azoblanib yurgan edi. Lekin xotin kishining izzat nafsi, xonishlik burchi va yolg'iz o'g'li İlyas Xo'ja o'g'lanning istiqbolini o'ylaganida qat'iy bo'shashmasdan o'z baxtini Xaqon erining maylini asir qilib olgan ashu Qashqarlik xotindan tortib olishga bel bog'ladi. U xanoi xasning ishigini yepib qo'ygandan keyin gulzorlikqa qarab echiqliq turgan qo'sh qanotliq darisining oldiga keldi. Bu chaqda talada allaqachon qorong'i tushgan bo'lib, oysiz tun osmonida yorqin yulduzlar jimirlab turadi.
Әрәм xadimlari yol yaqsidagi төрүкләргә isiqliq turgan panuslarni yandırıp qo'ygan bo'lib, gulzorlikning kechilik manzarasi intayin go'zal edi. Xanish kechi manzarasiga zo'qilib qarab, masxush bo'lib turadi. U Әрәм beki xotindan Xaqan erining bugun kechini uning bilan o'tkazishni arzu qilganligini, shunga xonning ayallashmayla yetib keldiganligini anglag'anida masxushlikqa cho'mib, ko'nglini ajoyib bir sherin tuyg'u egallab oldi. Mushu tapda dariza oldida panus chiroqlar bilan kunduzdigidek yo'ritilgan gulzorlikning kechilik manzarasini zo'qilib tomosha qilayotgan Xanish Zamoran bibi bu xabarni anglagandan keyin uning ko'z oldidan turli go'zal aslamalar bir-birlab qo'g'lashib o'tishga boshladi. U ashu sherin paytlardagi go'zal aslamalarni aslaganda to'satdilla yuragi dupuldab selib ketdi va o'zini baxtiyor his qilishga boshladi. Zamoran bibi tasoddifiy bir sharoitda San Simon monastirining yanidagi ko'l bo'yida To'g'liq Temirxon bilan uchrashib qilib, uning qalbini bo'ysundirishdan ilgari xuddi chimanzorlik ichida o'ppida ichilgan Layli qozoqdek oddiy bir nasara qiz edi. O'gay otasi katoliklarning Almaliq yeparxiyasining episkopi Richard bilan opasi uni katoliklar monastirining tarbiyasiga topshirgan edi. Feroza ismli bir monax uning monastirdagi birdan-bir sirdishi edi. Monastir turmushi uning hayotidagi tashvishsiz eng xotirjam chog'lari edi. To'g'liq Temirning sap va o'tliq muhabbati uningga kech-kunduz hamroh bo'lgan edi. Ashu o'tliq muhabbatning shaydoligida u xuddi parvona o'tqa talpingandek uningga talpindi. E'tiqod jihatdagi farq uning To'g'liq Temirga bo'lgan o'tliq muhabbatiga hech qanday to'salg'i bo'la olmadi. Shuning bilan u To'g'liq Temirxonning haramining xonishi bo'lib qoldi. Bu chaqda To'g'liq Temirxon qandillardagi yenib turgan shamlarning yo'riqida xuddi kunduzdagidek yo'rib ketgan xanoi xasning eshigida ko'rindi. "Hazratim, xush keldingmi?" deb Xanish Zamoran bibi Xaqan erini xo'shal kulib qarshi oldi. "Kutkizib qo'ydim Baytul Faliha. Men sizning oldingizda bakmi xijilman", dedi To'g'liq Temirxon uningga. "Xanoi xas o'z egisi bilan billa Hazratimning ilkida", dedi Xanish tabassum bilan. "Shunga hargiz tuzut qilmag'ayla. Cho'rilar bilan ko'rishmoqchi ekanligini bilganimda oldilarga o'zimni bargan bo'lmaydimmi? Begim, mening sizni avar qilg'im kelmadi", dedi xon o'ng'aysizlangandek bo'lib. "Biroq men sizni seg'ingan chaqda zarur bo'lsa o'zim kelaverman-da." Xanish Zamoran bibi Xaqan erining so'zidan uyilib, yerga qarab olgan bo'lsa-mu ko'nglida shuncha uzoqdan beri ko'rishmagan tursak, "Sizlar seg'inmagan bilan men seg'indim-da" degan xiyol lap qilib o'tdi. Xijil bo'lgandan yuzi qizarib ketdi. Xon o'zining so'zining uni o'ng'aysizlantirganligini ko'rib, qaqaqlab kulib ketdi. Uning bu jarangliq kulkisidan cheksiz hayotiy kuchi urg'ib turadi. "Bayt Faliha, go'zal chiroyingiz xuddi lavildab kuyib turgan o't yolqinda qizirib ketdi. Baxt shodlikning o't yolqini qalbimda lavildab kuyib tursa, chehrim qizarmay turadimi?" dedi u Xaqan eriga cho'kanliq nozi bilan nozlanib turib. "Undaq bo'lsa, menmi ashu baxt shodlikning o't yolqini ichida siz bilan tang kuyay", dedi xon kulib turib. Xaqan erining mushu bir eg'iz so'zi bilan Xanish Zamoran bibining qalbini qoplab olgan dard alamlari biroqli ko'tarilib ketdi. "Hazratim, bugun oqshom cho'rilarning oddiy kulbisiga kelib, bizni baxtiyor qilganligingizdan zodiliq o'ylamagan ekanmiz.
Qubbilik sarayda dövlət arkanları bilan ötküzülgən kengəşdə hayal bulub qaldım, dedi xan ciddi tərzdə. Kengəşdə qarıldığan işlər nəhayət köp idi. Bizning oddiy kulbimizga kelishdan muhim bo'lgan qandaq ish edi udu. Bayt Faliha, taxt varisini belgilash sizningcha muhim ish emasmi? Xanish Zamoran bibi darhol o'zini o'ngishib, "Hazratim, taxt varisiga kimni tanlamoqchi bo'ldilar?" deb so'radi. "İlyas Xo'ja o'g'lan endi 7 yoshga kirdi", dedi xon astoydillik bilan. Kichik Xanish Amir Og'cha garchi eg'ir bo'y bo'lsa-mu, ammo qo'rsaqdagi bola bo'ri bo'lib tug'ilamdi yoki tulki bo'lib tug'ilamdi, u Qodir Allohning ilkidagi ish, bandaning qo'lidan keladigan ish emas. Sizningcha İlyas Xo'ja o'g'lanni taxt varisi valiadat qilib turg'izganimiz muvofiq bo'lurmi? Bu chaqda Xanish Zamoran bibining shahla ko'zlari cho'nqur xiyol va masxushlik ilkida yumilgan, bargi qiyoqdek kirpiklari bo'lsa, bir-biriga tutishib ketgan edi. Tug'luq Temirxon pichirlab so'radi. "Nemishqa jim bo'lib ketdingiz, begim?" Zamoran bibi xumarlashgan ko'zlarini astag'ini ichib, Xaqan eriga noz bilan qaradi va "Men ajizalari nima deyalayman? Xaqam avliylari, bu taxt varisi turg'izish saltanat ish ekan. Shunga mundaq zo'r ishqa men nima deyalishim mumkin?" dedi. Xon beshini chayqadi. "Yo'q, siz mamlakatda oliy martabaga muyassar bo'lgan xonishsiz. Shunga bu ishda sizning o'y fikringizni anglab boqqim kelyotidi. Xato so'zlab qo'ysangizmi men ayibga buyurmayman." Zamoran bibi davomliq un chiqarmay turib olsa, Xaqan erida xato tushuncha bo'lib qoldiganligini sezdi-da, samimiylik bilan mundaq dedi. "Hazratim, men sizlarni xuddi jinimdekli yaxshi ko'rman. Hatto jinimdanmi ortiq ko'rman. Sizlarga ko'ngil berishdan ilgari men xuddi oddiy odamlardekla kun kechirib kelgan edim." Tug'luq Temirxon uning so'zlarining o'rinliq ekanligiga qoyil bo'ldi. Uni oldiga tortib, bag'riga bosdi, sumbul chashlarini hidlab, issiq lavlarini yoqdi. Tug'luq Temirxonning lavlari Xanishning xushbo'y hidi bilan nam xushlashdi. "Bayt Faliha", dedi xon. "Bilamsiz, sizning muhabbatingiz mening vujudimga xuddi muhrdak besildi. Qodir Alloh guvohki, men siz bilan mangu baxtliman. Bu baxt mening butkul hayotimdir. Menla hayot bo'ladi ekanman. Ikkimizning chin muhabbatining she'rin mevasi bo'lgan farzandimiz İlyas Xo'ja mangu biz uchun ashu she'rin o'tmishimizdan yodnoma, go'zal atimiz uchun umid, ishonch bo'lib turdi." Tug'luq zoda İlyas Xo'ja o'g'lan yeshining kichikligiga baxmay, ajoyib tirishchan, aqlliq va ziyrak cho'ng bo'lyotdi. U Mavlana Arshidan Valiyullahning qo'lida xat savodini chiqargandan keyin kitob o'qishga ajoyib heris bo'lib ketdi. Azroqli bo'sh vaqt topsa, urdu kutubxonasida saqlanayotgan kitoblarni qo'ldan tushirmay o'qiydi. U chaqlarda mamlakat jiddiy o'zgarish ichida turayotgan bo'lib, vaziyat davolg'ib bir izida to'xtamay yotadi. Biroq bundaq jiddiy vaziyat Chag'atay mamlakatining Xaqani Tug'luq Temirning ahli ilmlari bilan davomliq ilmiy suhbatlar o'tkazib, hokimiyatchilikka doir masalalar ustida munoizalarni tashkillashiga daxl yetkazamadi. Ahli ilmlar qatnashgan bundaq anjuman yig'ishlarga Xaqan otasi kichikkina İlyas Xo'janing qatnashishiga ijozat bergan edi. Bundaq yig'ilishlarda u boshqalarning so'ziga quloq silib, adab bilan jim o'ltiradi. Bugun xonning kaygan bo'yidagi yozliq o'rtasida o'tkazilayotgan bazmimu ana shundaq shoir, adiblar, ulamo, olimlar, kimyogar, faylasuflar,
və başqa əhli ilimlər qatnaşqan əncüməni idi. Bugünkü əncümənə naiti köp adam qatnaşqan idi. Mulluq çılınğan köy mütəffəkkür əllamı üçün həqiqi aram bağışlaydı. Şoq çılınğan köymü ömür boyu qilish qalqanlarının bir-biriga urilgan jarang-jurang ovozlarini anlab kelgan pishqadam sarkardilarga g'ayrat, shijoat bag'ishlaydi, dedi To'g'liq Temirxon. Bazma anjuman barg'ansiri qizib avjiga chiqyotdi. Shu chaqda xon chedirining ishiga ichildi. Mavlana Arshidin Valiyullah Navatrang şahidin tikilgan uzun peşmet giygan To'g'liqzada İlyas Xo'jani yetilab chiqib, chedirning ichiga kirib keldi. Balaning qo'lida bir kitob bor edi. U nurg'un odamni ko'rib, izzat tartqinidan chedirning bo'sig'isida yagi qarg'incha kiraymu, kirmaymu deb ikkilinib to'xtab qoldi. Bu chaqda tördəki şah süpü üstüdə oldurğan To'g'liq Temirxon balını aldığı kelishga ishorat qildi. Anjuman ahlining ko'zi balg'a tikildi. To'g'liqzodam, qo'lingizdagi nima kitob deb so'radi xon muhrdori Yalliq Tayshi baladan. İlyas Xo'ja o'g'lan uning so'ragan savoliga o'tiqmasdan kitobi kalima demina cevap verdi dadillik bilan. Kitabi kalila demina esil kitap, dedi Yalliq Tayshi. To'g'liqzodam, qani mening savolimga javob beringchi. Bu kitobni kim yozgan va nimalar yozilgan? İlyas Xo'ja avval ustozi Mavlana Arshidin Valiyullahga qaradi. Andin Xaqon otasiga javob bersam bo'lamdi degandek qarab qo'ydi. Xaqon otasi balga javob bersang bo'ladi degandek beshini langishdi. İlyas Xo'ja qilchimi tuduqlamasdan. Bu kitobni Bidipay deb atiladigan bir hindi hakimi yozgan, deb javob berdi. Bu kitobda masal cho'chaklar, hayvonotlar tilidan hikoya qilingan. Anjuman ahli To'g'liqzoda İlyas Xo'jani javobini anglab, balaning aqliga qoyil bo'lishib, barakallah deb tahsin o'qishdi. To'g'liqzoda İlyas Xo'ja 4 yoshida habdiyakni tamomlab, tazica 28 harfni tonib bo'lgan edi. U o'zining yeshining kichikligiga baxmay, tirishchan bo'lg'ashqa ustoziga agishib, tazica harflarni pushildab o'ltirib takrorlaydi va ulardan so'z qurashtirib chiqardi. 6 yoshga kirganda Qur'on savodini to'liq chiqarib bo'lib, Uyg'ur adabi Ahmad Yuknakining Atabatul Haqoiq degan asrini, Tazi adabi Saidning Guliston, Boston qatorliq asarlarini bemalol o'qiydigan bo'ldi. Ustozi İlyas Xo'janing kitob o'qishga qiziqadiganligini ko'rib, yaqinda uningga tazica kalila demina degan masallar to'plamini o'qishga bergan edi. Ustozi Mavlana Arshidin Valiyullah darsini davomlashtirdi. U Noshirvan Adil to'g'risidagi mundaq bir rivoyatni so'zlab berdi. Bir kuni Noshirvan Adil shikarga chiqdi, dedi ustozi. U shikar ustida etib olgan bir yovog'azni kavob qilmoqchi bo'ldi. Ammo tuz yo'q edi. G'ulomlardan birisi tuz akilish uchun mangan edi. Noshirvan Adil uningga: "Tuzni o'z bahasida pul to'lab setib ol. Bo'lmasa odatlanib qilib butun yezini xarob qilasan", deb chekilibdi. G'ulom ajablanib: "Ey podshoyi olam, bir chimdim tuz uchun fuqaroga qanchalik ziyon yetar?" deb so'radi. Noshirvan Adil: "Eng dastlabda dunyo yaralganda zulmning asosimi ashu tuzdek bir chimdimli edi. Ammo shuningdan keyin dunyoga kelganlar oz-ozdan ko'paytib manganlikdan zulm ko'payib mushu darajaga berib yetdi.
deb javob berdi. Ustozi darsini so'zlab, mushu yerga kelganda so'zini to'xtatib, balalardan bugungi darsni tushundinglarmi deb so'radi. Lekin qolgan balalar ustozining savoliga javob bera olmay, yerga qarashib jim o'tirishadi. Bu chaqda To'g'liq zada İlyas xo'ja qo'lini ko'tarib ustozidan ijozat so'radi va uning savoliga Shayx Saydining munu she'ri bilan javob berdi. Nurg'un namdorlar yerga dafna qilindi. Yer yuzidan ulardan nam nishon qolmadi. Yerga topshirilgan ko'ni jasadni to'pi ham qildiki, hatto ustixon qolmadi. Nushirvanning nomi yaxshilik bilan tirik. Ko'p chog' o'tib deyilsimi Nushirvan qolmadi. Yaxshilik qil ey azimat qo'li umringni g'animat bilib, munu xabardan oldinroqi palon qolmadi. Ustozi Mavlana Arshidin Valiyullah İlyas xo'janing javobini anglab, uningdan intayin rozi bo'ldi. Kimmi texi voyaga yetmagan bu balani mundaq chunqur ma'nilik va ta'sirlik javobi bilan kishini qoyil qila oladi deb o'ylar degan xiyol uning kallasida lap qilib o'tib ketdi. To'g'liq Temirxon 4-bob 7 yoshlik Vali adat 232-bobdan boshlandi. Ulusbegi Əmir Qazğın Barlas ölüb anca uzaq o'tmayla, kishliklar bir top atlıqlarının Əmir Hacı Barlasının qorusu aldıda atdan tushganligini ko'rishdi. Bu atlıqlar arasida yoshqi cho'ngroq birisi yenidagi navkariga qo'rog'i kirdigan cho'ng darvozani taqildatishga buyruq berdi. Bir hasadan keyin yan eshik ichilib, ichidan mulozimning beshi ko'rindi. Xo'jayiningga xabar qil. Ulusbegi Amir Bayan Suldus janoblari uning bilan ko'rishni xohlaydi, dedi yeliqi cho'ng yoshdagi odam qat'iylik bilan. Mulozim kirib ketib ancha hayollashmasdilla qaytib chiqdi va darvozaning qanotlarini ikki tarafga qaratib kangri ichayotgandan keyin marhamat, Amir janoblari Ulusbegi janoblarini saroyning oldida kutmoqda, deb ularni ichkariga taklif qildi. Saroy oldida ularni kutib turgan Amir Hacı Barlas Ulusbegi Amir Bayan Suldusni ko'rib, darhol Mo'ng'ul odati bo'yicha uningga 3 qatim tizilinib, 3 qatim o'rnidan turib, egilib ta'zim qildi. Bu chog'da Amir Bayan Suldusmu "Bu xonimning egisi salomat bo'lg'ay" deb hurmat bildirdi. Ular o'zaro tinchlik so'rashgandan keyin Amir Hacı Barlas uni saroyga boshladi. "Avval taom, ondan kalom" debdigan, dedi Amir Hacı Barlas Ulusbegi Amir Bayan Suldusga takalluf bilan. "Janobi Ulusbegi harg'ansiz, oshqansiz, avval g'izalni oling, chunki orliq yaqin emas. Uning ustiga Shahrisa bizga qarab manganda osonli yo'ldan ozg'ishib ketadi. Aniq nishonni ko'zlab mangan odam ozg'ashmaydi", dedi Amir Bayan Suldus uning so'ziga javoban. Uning ustiga uning oldiga intayin muhim bir ish to'g'risida "Sening bilan kemashgili kelganman. Rahmatlik Ulusbegi Amir Qazg'in Barlasning yeti, yotgan yeri jannatda bo'lsin ilohim. U o'rniga qo'lidan ish kelmaydigan Amirzada Abdulla degan o'g'lini qoldirib ketdi. Biroq men texi tirik. Mening tirikligimda Mahra Unhayerga men hukmron bo'lmasdan, uning o'g'lining hukmron bo'lishi zodi aqlga sig'maydi. Mahra Unhayer manga Chag'atay ulusidagi 4 yoshlik huquqli Ulusbegining ichida hozirga qadar hayot yashayotgan Amir Bayan Suldusga mansub bo'lish kerak. Mana men bu yerning haqiqiy hukmroni. Hech kim mening ishimga aralasha olmaydi, hatto la'nati tapan, qar tapan malch to'g'liq Temirmi?
Әмір Hacı Barlasның чақнап тұрған көзлерінде хушаллық ұшқыллары парылды. Бірақ дәрхал өшті. О, мәккарлық білән. Hürmetlik ulus begi janaplari, siz bilan Mahara Unhayerning hukmronlik huquqini talışıdığanlarning eng yamini yanıla to'liq Tömürdir. Endi Emir Abdullah ibn Qazg'inga kelsak, u nodimi sizga tankilaligay? Ammo uning ishini baldiroq hal qilmaydigan bo'lsak, qaddini ruslab olgandan keyin uni yangligimiz tas bo'ladi, dedi. Emir Bayan Suldusning ko'zlari g'azabdan chaqnab ketdi. U o'zining ulus begilik izzat hurmatini bir chetga qayirib qo'yib, qo'llarini silkib chalvaqab ketdi. Qo'limda bir odamim qolmagan taqdirdimi, mushu qilichimni bo'ladigan meni hech kim bo'ysundira olmaydi. Taom tartildi. Xizmatkorlar yo'g'on bir tovoqqa qo'yning semiz etini dövlab besib akirishdi. Bokal qo'liga teri palay kiyib, tovoqdagi etni ugi-ugisi bilan ajirtib, kichik tovoqlarga bo'ldi. Mahara Unhayerdagi tabriqchi kuchlarning ulg'uyib ketayotganligi haqida xabarlar poytaxt Almaliqqa orqa-orqadan yetib kelmoqda edi. To'g'liq Tömürxan saltanatiga tahdid bo'layotgan tabriqchi kuchlarning qo'lini kesib tashlamaydigan bo'lsa, Chag'atay mamlakatining zimini bo'lgan Mahara Unhayer o'lkasining oxirgi hisobda qo'ldan chiqib ketadiganligi aniq edi. Qish fasli tugamoqda edi. Yo'lvos yili chiqib ketib, o'rniga to'shqan yili kirdi. Mahara Unhayer o'lkasini o'z ichiga olgan holda bir butun Chag'atay mamlakatining xaqoni sifatida o'zini dunyoga to'ntiyotgan sahib qaran To'g'liq Tömürxanning oxir zaminni bir tili bir diniy, tarixiy, hatto yeziqi bir-biridan farqlanmaydigan xalqni bir-biriga qarshi dushman ikki guruhga ayirib etib, bir-birini qinini to'kadigan qonliq urushga so'rab kirmoqchi bo'lgan ashu tabriqchi amirlarga qattiq g'azab keldi. Ularning maqsadi zodi nima? Chag'atay mamlakatining tarixi uning ko'z oldida son-sanoqsiz fojialik qonliq manzillarni qator tizib qo'ygan edi. Ulug' ota-bobolari qoldirib ketgan bu mamlakatning tarixida yuz bergan son-sanoqsiz qonliq urushlarda xalq el ulusining parchalanishi, bosqinchilarning o'z ziminiga bostirib kirib, shahar avdonlarni xarobiylikka aylantirib o'tganligi va puhroning behuda qirilishidan boshqa hech qanday foyda ko'rgani yo'q. To'g'liq Tömürxan Mahara Unhayerga lashkar tartib berish to'g'risida Qubbilik saroyga lashkar boshliqlarini kengashga chaqirdi. Kang ham egiz, yo'ruq ham ozoda Qubbilik saroyining to'ridagi Shohin Shinning ikki tarafida kengashga qatnashgan lashkar boshliqlari amir baglarmi qator o'ltirishadi. Kengashda xon maqsadni oddiy ham ixcham bayon qilib, kengash ahlidan o'z mulohazalarini o'ttirg'a qo'yishni talab qildi. Uning so'zi oxirlashgandan keyin lashkarkashlik ishlariga pishiq bag amirlar o'z qarashlarini o'ttirg'a qo'yishga boshladi. Ular bu qitimqi yurishga qatnashadigan lashkarlarning soni va turli lashkariy qismlarga kimlarni sarkardalikka tayinlash kerakligi hamda lashkariy qismlarning yurish tartibini qandoq belgilash haqida aniq takliflarni o'ttirg'a qo'yishdi. To'g'liq Tömürxan ular ko'rsatgan chora tadbirlarni atrofliq mulohaza qilib ko'rgandan keyin ma'qulladi. Qubbilik saroydagi kengashda Mahara Unhayer yurishlarini to'shqan yilining jamadi al-oxir iyida boshlash, lashkariy tayyorlik ishlariga hozirdan boshlab tutish qilish qaror qilindi. Kengashning oxirida xon muhrdori Yalliq Tayshi To'g'liq Tömürxanning İlyas Xo'ja o'g'lini Chag'atay mamlakatining taxt varisi Vali Adid qo'shimcha Mahara Unhayerga naib qilib tayinlaganligi to'g'risidagi farmonini kengash ahliga jakarladi. Nazm
Purak çaşmaydı taxsida arca. Otqa qo'y uni ambar bo'y chashqay. Ulug'luq lazım bolsa eksan qil, uruq chashmasang usul bo'lmag'ay. Shayiq Saydi. 4-bab oxirlashdi.